Assalamu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdulhamid Xo'ja Abdulla Qarqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Xolidaning o'z kechirmishlarini Pashshaxonga so'zlab bergan yerlarini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Biz ularga tang kelolmaymiz. Ular qilman deganini hamon qilmay qolmaydi. Bularni bilib turib, sizlarni o'limga tutib bergim yo'q. So'zimni anglang Pashshaxon. Yo'q, men texi hayot Barnaxon. O'lsammi endi sizni yuttirib qo'ymayman. Ular amaliyotda bir-birini yaxshi ko'rib qilishgan edi. Pashshaxonning bu so'zidan Barnaxonning chiroyi qizirib, ichi o't ilib ketgandek bo'lib qoldi. Uning ustiga Pashshaxon bilib bilmay Barnaxonga yiqilishib, uni quchoqlab olgan edi. Barnaxon KGB'ning nupusliq jasusi bo'lganligi uchun erlar bilan bo'lgan munosabatga doir ta'lim-tarbiyani allaqachon puxta egallagan ham amaliyot jarayonida ishlatib kelgan edi. Lekin bu qitim u umrida hech qanday zotidan olmagan aytqusiz o'tliq bir xil sezimni his qildi. Barnaxonning yuragi shamdek erib, Pashshaxonga ching yipishdi. Andin ko'zlaridan yana taramlatib yosh oqqizishga boshladi. Pashshaxon, men buningga arzimayman. Men bir iflos qiz. Sizning xilingiz emasman. Barnaxon, men sizga muhtoj. Men bek charchab ketdim. Men bir jasus. Bilaman. Men xon qarziga bo'g'ilgan bir qotil. Bunimi bilaman. Bu sizdagi gunoh emas. Hammasiga men sababchi. Pashshaxon, Barnaxon. Pashshaxon Barnaxonni xuddi hozirla yana yuttirib qo'ygandek bag'riga bakmu ching bisib olgan edi. Barnaxonmu go'yo Pashshaxonni qayta ko'rolmaydigandek o'zini uning bag'riga atdi. Bu bir jup oshiq ma'shuq hashq pichakdek bir-biriga yomishib, quchoqlashib turganda, yiroqdan Tillaxon qatorliqlarning oyoq tivishi anglandi. Pashshaxon darhol Barnaxonni qo'yib etib, yuzi qizargan holda ukisining oldiga qarab mangdi. Aka, biz qandoq bo'lib bu yerga saq-salomat chiqaladik? Ishlar sal g'alitimi qandoq? deb so'radi Tillaxon akisini yonga tortib, daryo bo'yida iqin suvga qarab turgan Xolidani ko'rsatib. Tillaxon ukam, dedi Pashshaxon uning murisini qo'shqo'llab tutib turib. Men hammani keyin sana tushundirman. Buningga hozir vaqt yo'q. Uni o'z singling o'rnida ko'rgin. Tez bo'l, yo'lga chiqayli. Aka, bu zodi qandoq ish? dedi Tillaxon akisining gapidan gangirab, yana nima bo'lganligini bilolmay. Menga ishongin Tillaxon, dedi Pashshaxon ukisiga samimilik bilan tikilib. Shunda qilib ular yana yo'liga ravon bo'lishdi. Mashinani Tillaxon haydagan bo'lib, Xolida kechicha mashina haydaganlikdan keyni tarafdagi o'rinda tugilib uxlab yotdi. Keyni o'rindiqda o'ltirgan yigitmi Xolidaning qisilib qolmasligi uchun eshik tarafga qisilib o'ltirib, uning xotirjam uxlashiga sharoit hozirlab berib yotdi. Uzoq o'tmay mashina hiliq ochmoq yo'lga kelib to'xtadi. Buning biri Pashshaxon tug'ilgan tog' turaqa tutishadigan yo'l. Yana biri Eron chegarasiga tutishadigan yo'l edi. Tillaxon, qayoqqa mangimiz? deganda qilib Pashshaxonga qaradi. Pashshaxon birdam o'ylanib olgandan keyin so'l tarafdagi chegara tarafga mangdigan yo'lni ko'rsatdi. Mashina to'pa o'riltib ushqandek yurib ketdi. Ular kashga yaqin bir o'tanga tushib, shu yerda g'izolandi. Pashshaxon mashinasining meyini zapaslab olish uchun Barnaxonni ilib kichik bozorga mashina bilan kirib ketdi. Pashshaxon bozorga kirgili oz qolganda mashinani yon tarafdagi chig'ir yo'lga tortib, daldiroq bir yerga to'xtatdi. U mashinaning keyindagi hiliqi taxtayni ilib, ambur atirkilar orqali shalni o'ttirsin ajratib, uning ichidagi yozma materialni ilib, mashinaning ichida o'ltirgan Barnaxonga sundi. Buni ko'rib beqing, dedi Pashshaxon. Buning ichidagi ba'zi mazmunni ta hozirgacha yaxshi tushunolmadim.
Lekin buning odatdan tashqari muhim materialligiga ko'zim yetidi. Xolida mashinaning ichidagi chiroqni yondirib, qo'lidagi materiallarni tafsili ko'rishga boshladi. Bətlər almashqan seri uning qo'shimisi turilib, peshonasidan ter chiqyotdi. "Poshshaxon", dedi Barnaxon beshini qog'oz yuzdan ko'tarib. "Qo'lingizdagi bu material Sovet hokimiyatining eng zo'r maxfiyatligi hisoblanadi. Nima? Bu odatdagi narsa emas. Uningda zodi nimalar bor ekan, Barnaxon?" Buningda asosligi 3 xil maxfiyatlik bor ekan. Birinchisi Katin qonliq qirg'inchiligi va uning amaliy ahvoli. İkinchisi Sovet armiyasining tunji qitimliq yadro siniqi, ya'ni Turkmanistonda 1948-yili yozda ilib berilgan atom yadro siniqining amaliy ahvoli hamda shu qitimqi yadro siniqi ta'sirida paydo bo'lgan g'ayri tipliq jigar yaloqida o'lgan necha yuz ming odamning statistika ahvoli. Üçüncüsü, atom quyuldirish texnikasiga munosabatlik muhim material. Ularning atom bombasini 1949-yili tunji qitimliq sinoq qildik degani yolg'on-kanda. Shundoq, yolg'on-kan. Katin qonliq qirg'inchiligini Germaniya keltiribdi-kan-g'o, deb so'radi Poshshaxon texmo ajablanib. Men ajab bu materialga diqqat qilmabdimina? Shundoq, qarang, mavi qurlarga. Barnaxon qog'oz yuzidagi ruscha harflarni turkman tiliga aylantirib, qisqacha xulosalab o'qishga boshladi. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Sovet hokimiyati ostidagi Polsha zaminida fuqarolarning o'lgan soni 150 mingga yetgan. 1940-yili va 1941-yili mezgilida 10 mingdan 12 minggacha Polsha asirlar Kolumya rayoniga, hozirgi Rossiyaning Sibiriya rayonidagi Kolmayaga palangan. Bunun ichida 583 odam hayot qolgan. Sovet Markaziy siyosiy byuroning asosiy a'zolaridan bo'lgan Stalin, Vyacheslav Molotov, Klemenid, Anastas Mikorin qatorliq 4 nafar yuqori darajalik amaldorlar qo'l qo'yib G'arbiy Ukraina va G'arbiy Belarusiyadagi asirlar lageriga qamalgan 25700 Polsha asirini. Bularning hammasi Sovet so'roqchilari tarafidan millatchi va inqilobga qarshi turuvchilar deb bekitilgan. Ularni bir taraf qilib etishni qaror qilgan. 1940-yili 4-ayning 3-kunidan 5-ayning 19-kunigacha bo'lgan bir oydan ko'proq vaqt ichida 21857 nafar polshalik asir o'xshamagan jazo maydonida etib o'ldirilgan bo'lib, 14552 asir Rossiyaning 3 cho'ng jazo lageridan akilingan. 7305 asir Belorussiya va Ukrainaning g'arbiy rayonidagi jazo lageridan akilingan. Buning ichida Kizilsik lageridan 4421 asir, Sitarobilsk lageridan 3820 asir, Astashkiv lageridan 6311 asir, Belorussiya va Ukrainaning boshqa tutib turish o'rnidan 7305 asir bor. Sovet ichki ishlar komitetidagi asirlar boshqarish idorasining birinchi qo'l rahbari mayor general Peter Karborich Sibiryoninki Katyn va boshqa joylarda Polsha ofislariga qarata tozalash ilib borgan. Katynda ziyonkashlikka uchraganlar ichida bir nafar dengiz armiya generali, 2 nafar quruqliq armiya generali, 24 nafar quruqliq armiya polkovnik, 79 nafar quruqliq armiya podpolkovnik, 258 nafar quruqliq armiya mayor, 654 nafar quruqliq armiya starshi leytenant, 17 nafar dengiz armiya starshi leytenant, 3420 nafar kasbiy askar, 7 nafar harbiy pop, 3 nafar pomishchik, 1 nafar kinaz, 43 nafar hökumat amaldori,
85 nafar askar, 131 nafar musafir bor. Uningdan boshqa ziyonkashlikka uchrag'uvchilar ichida matematik Stefan Gershmanishni o'z ichiga olgan 20 nafar oliy maktab professori, 300 nafar doktor, necha yuz advokat, injener, o'qituvchi, 100 dan ko'proq yozuvchi, muxbir va 200 nafar uchquchi bor. Yerimdan ko'proq hukumat amaldorini ichki ishlar komiteti bir taraf qilayotgan. Qirg'inchilik mezgilida 14 nafar Polshaning dаңlıq generalini o'ltirib etgan. 1940-yili 4-oyning 4-kuni o'ltirish boshlangan. Shu kuni 390 polshalik asir ilib kelingan bo'lib, ijrochi xodim bir kechada buncha ko'p asirni etib o'ltirishning oson ish emasligini bayqab, har kunlik bir taraf qilish sonini 250 dan oshirib etmaslikni bekitgan. Bir taraf qilish Moskva taraf ta'minlagan Germaniyada yasalgan Walter tiplik tapancha bilan ijro qilingan. Buningdan boshqa Sovet o'zi ishlab chiqargan Nagant tiplik revolver tapanchisini ishlatgan. İcrachi xodim asirlarni bir taraf qilishda asosligi Germaniya ishlab chiqargan tapanchini ishlatgan. Sabab Sovet yasagan revolver tapanchining orqaga tepish kuchi kuchlik bo'lg'achqa, otquchining biliki og'rib ketgan. İchki ishlar komiteti bosh ijrochi Vassiliy Bilakhin 4-oydagi 28 kun ichida Kaliyin turmasi va Ostashkov lageridan 7000 asirni etib o'ltirgan. Buning ichida ba'zilarining yoshi amdila 18 ga kirgan. Qirg'inchilik nihoyatda tartibli ilib berilgan. Ziyonkashlikka uchrag'uvchining shaxsiy uchuri tekshirilgandan keyin hamma tarafi him etilgan kichik uyga ilib kirilgan. Kechicha shovqin chiqarilgan uskunani to'xtatmay mangdirib, o'q ovozini yapgan. Ziyonkashlikka uchrag'uvchi kichik uyga ilib kirilgan hamon orqa manga tarafdan tapancha o'qi bilan o'ldirilgan. Jasad darhol udul ishik bilan ilib chiqilib, sirtda saqlab turgan kozuplik mashinaga tashlangan. Shuning bilan keyingi ziyonkashlikka uchrag'uvchi kichik uyga ilib kirilib, oldinqisiga o'xshash etib o'ldirilgan. Etib o'ltirish may bayramlik dam ilish kunidan boshqa har kuni kechda degudek ilib berilgan. KGB'ning boshlig'i Aleksandr Shilipin 1959-yili 3-oyning 3-kuni Sovet Kompartiyasi Markaziy komitetining shujisi Nikita Xrushchevga sungan dokladida etib o'ldirilgan odam soni 21857 ekanligini aniq jazmlashtirgan hamda ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning shaxsiy arxivini darhol yo'q qilib etish taklifini bergan. Urush mezgili va 1944-yildan keyin 570.387 Polsha fuqarosi Sovet hokimiyatining o'xshamagan shakldagi siyosiy ziyonkashlikka uchragan. Stalinning maqsadi harbiy siyosiy talanti bor kishilarni yo'qotish orqali Polshaning kelgusini harbiy kuchini ojizlatib, Polshani mangu o'ziga biqindi qilib olishganda, dedi Podshoxon beshini lingshitib afsuslangan holda. Bu imzoliq hujjatdagi mazmunchu. Bu betdagi mazmun bo'lsa, Sovet ittifoqi ichki ishlar xalq komissari, davlat bexatarligi bosh komissari Lavrenis Pavlovich Beriya 1940-yili 3-oyning 5-kuni Stalinga sungan 25700 nafar Polsha asirini bir taraf qilib etish loyihasi bo'lib, ustidagi imzolar bo'lsa Stalin qatorliq Sovet markaziy hukumat katta boshlarining qo'l qo'yib tasdiqlagandagi shaxsiy imzolari ekan. Demak, Katindagi cho'ng qirg'inchilikni natsistlar emas, ichki ishlar xalq komiteti keltirib chiqibdi-kanda. Buningga gap ketmaydi. Bernaxon beshini materialdan ko'tarib Podshoxonga qarab hayron qoldi. KGB'ning bu materialni izchil chet ellardan, bo'libmi Amerika tarafdan izlashni kuchaytgan edi. Kim bilsin,
Bu material Türkler İttifaqının qo'lida ishgan emasmi? Barnaxan shundoq deginicha kulib ketdi. Siz Moskvani bekla chiqimdar qilibatdingiz, Poshshaxon. Bu rostilla muhim materialmidi? Materialning muhimligida gap yo'q. Bu bir hisobda Sovet İttifaqının bundan keyingi taqdirini belgilaydigan kozirga aylanishi mumkin. Turkmaniston zaminidagi atom siniqida mangulik uyquga ketgan ajdodlarimizning ruhi cho'qim ularni uridi. Men ata-onamning qotilining kimligini endi bilyapman. Munda qilayli, Poshshaxon. Xolida Poshshaxonning ko'ziga qonmaslik nazari bilan qaradi. Biz qaysimiz hayot bo'lmayli, bu materialni cho'qim Amerikaning qo'liga topshirishimiz kerak. Tushundingizmi? Amerika shuncha muhimmi? Shundoq. Bundaq cho'ng hisobni ilishda Amerika o'zi bosh bo'lmasa, boshqalar kuchayolmay qoladi. Tushundim, Barnaxon. Undaqda bu materialni sizga topshiray. Yo'q, Poshshaxon. Buni siz cho'qim o'z qo'lingiz bilan Amerika prezidentiga topshirishingiz kerak. Uni hozirdan boshlab yiningizdan ayirmang. Biz harakatni teziltayli. Ular ata tushgacha bizga yetishib bo'ladi. Biz angacha chegaradan chiqib ketishimiz kerak. Poshshaxon boshqa gap qilmadi. U materialni qat-qat plastir bilan suv yomg'ir o'tmagidek qilib yaxshi o'rgandan keyin bel qismiga ching tingivatdi. Andin mashinani o't oldirib bozor tarafga yurib ketdi. Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Qolganini kelar qitim o'qayli. Xayr xo'sh.